Muşu yerning ostidan mana bulduqlab suv qaynaytibdi, to'piga o't chiqib o'tibdi. Bu qandoq bir hodisa? Men Beyjan hayotga to'g'ri kelganligini Yusufjon doktor. Muşu ziminda nurg'unlagan xislatlar bo'ladi. Arşang deb anglagan bo'lgatinglar, Şinjan rayonida bekçik arşanglar bor. O't arşang, suv arşang deb. G'ulji rayonida o't arşang bor. Mavo Aksu'nun baynayisidagi bir tabiiy o't chiqadigan bir ekanda. Bunun hem de alayidligi mush tabiiy gazning to'piga chiqishi. Bu tabiiy gazning ma bulaqning ustiga chiqqayriq udul kep qolganlik uchun ostida suv qaynatadi hozir. Şu nurg'unlagan bir yerni sayohat qiluvchilar mo kelidiki, mush arshanga qoqilib berish, turpanga borgan bilan o'xshash. Arshangning suydan chiqqan nurg'un mineralli moddalar teri kasalliklarni davolashga yaxshi. Endi bu yerga atayin bayg'i kelib bu yerga arshanga tushish emas, maqsad mushunda xislatlarning borligini, diyorimizda mana mushunda tabiiy gazlarning, mushunda tabiiy boyliqlarning, mushning atrofiga yig'ilgan nurg'unlagan sog'lomlik hodislarining borligini sizlarga deb qo'yish. Bo'lsa mushtaq yerlarda sayohat qilgash, mushtaq yerlarda ancha-muncha tuxum pishirib, kebab pishirib yegash, tabiatdan huzurlangash, o'zimizga bir energiya to'plasak bo'ldi. Men Beyjan hayotga to'g'ri kelganligini Yusufjon